Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kodi ustoz. Bugungi darsda biz HTML nima ekanligini va HTMLda kod yozishni o'rganamiz. Avvalo, darsni boshlashimizdan oldin Telegram kanalda ko'rayotgan bo'lsangiz kattakon rahmat va kommentariyalarga reaksiya bildirishni unutmang. Yana agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, Telegram kanaliga kiring. Telegram kanalda ko'proq qiziqarli videolar tashlayman. Darsni boshlaymiz. HTML bu Hypertext Markup Language. Bu web sahifalarni yaratish uchun asosiy til hisoblanadi. Bu saytning tuzilishini belgilaydi. Matn, rasm, tugma va boshqalar. HTML nima uchun kerak? HTML yordamida biz web sahifa yaratamiz, matn va rasmlarni joylaymiz, havolalar qo'shamiz, sayt strukturasini tuzamiz. Masalan, biz saytni qilamiz, saytning bu fundamenti bo'ladi va bu saytning agar HTML bo'lmasa, saytning asosiy qismlari bo'lmaydi. HTML dasturlash tili emasmi? HTML to'liq dasturlash tili emas, u markup language, ya'ni belgilash tilidir. U faqat strukturani yaratadi, mantiqni emas. Mantiqni esa JavaScript yaratadi va uni saytning ko'rinishi, ya'ni dizaynini CSS yaratadi. Va shu uchalasi birlashganda to'liq veb-sayt yaratiladi. HTML qanday ishlaydi? HTML elementlardan iborat bo'lib, ular tag deb ataladi. Misol, ochilish tagi va salom dunyo va yopilish tagi. Bu yerda P boshlanishi va yopilish tagi bor, uni u bo'lsa tugatadi. Ichidagi matn content deyiladi. HTML hujjat strukturasi. Xo'sh, HTML bu hujjat turidir. Hujjatning turini bu yerda belgilaymiz. Xo'sh, bu yerda biz hujjatning turini belgilaymiz. Xo'sh, keyin bo'lsa head qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladi. Bu joyda qo'shimcha ma'lumotlar belgilanadi. Ba'zi ko'rinadigan qismi bo'lsa, u yerda masalan bizga ko'rinadigan qismdir. Bu web saytga kirganimizda bizga ko'rinadigan qism. Xo'sh. Head qismi nima qiladi? Head qismi foydalanuvchi ko'rmaydigan ma'lumotlar joyi. Oddiy foydalanuvchi bu qismni ko'rmaydi, lekin brauzer shu ma'lumotlar orqali saytni to'g'ri ishlatadi. Ichida sayt nomi, shrift va dizayn urinadi. Telefon uchun moslashuvchi sozlanadi. Qidiruv tizimi uchun ma'lumotlar beriladi. Body qismi nima? Body bu saytning odamlar ko'radigan asosiy qismi. Sayt ochilganda ekranda chiqadigan barcha narsalar aynan shu yerda joylashadi. Masalan, sarlavha, matn, rasm, video, tugmalar va linklar. Hammasi body ichida yoziladi. Masalan, body ichiga sarlavha va oddiy matn yoziladi. Pen ichiga va body yopilish tagini qo'yiladi. Natijada sarlavha chiqadi katta yozuqlar bilan va pastda oddiy matn ko'rinadi. Body qismi saytning ichki ko'rinishi desa bo'ladi. Mana xo'sh. HTMLdagi eng muhim taglar. HTMLda har bir vazifa uchun alohida tag ishlatiladi. Eng mashhurlari bu H1 va image, P va A. Xo'sh, ularni hozir ko'rib chiqamiz nima qilishini. H1 bu katta sarlavha yozish uchun ishlatiladi.
H1da hamma hamma teglarda ochilish tegi va yopilish tegi bo'ladi elementlarda. Xo'sh, bu H1da ham bor, P da ham oddiy matn yozish uchun ishlatiladi P. Unda ham ochilish tegi va yopilish tegi bor. Xo'sh, imageda faqatgina ochilish tegi bor, lekin yopilish tegi yo'q bunda. Xo'sh, image ichiga rasm qo'shish uchun ishlatiladi. A bo'lsa linklar qo'shish uchun. Masalan, bu joy yashilda yozib qo'ygan joyimga linkka YouTube'ga linkini qo'ysangiz, YouTube'ga avtomatik bosganingizda kirib ketadi. Xo'sh, HTMLda rasm va link qo'shish. Rasm qo'shish HTMLda rasm qo'shish uchun oson. Kod image yozasiz, serasiz va rasmga link qo'shishingiz mumkin va unga agar rasm chiqmasa, tabiat rasmini rasm chiqmasa yozuv yozishingiz mumkin. Mana tushuncha series, xo'sh, rasm manzili, alt bo'lsa rasm ochilmasa chiqadigan yozuv sayt rasmlar bilan yanada chiroyliroq ko'rinadi. Link qo'shish. Link boshqa sahifaga o'tish uchun ishlatiladi. Kod href va o'zingizga kerakli saytning linkini qo'yasiz. Yana o'rtasiga kontentni yozish esingizdan chiqarmang. Natijada foydalanuvchi yozuv ustiga bossa, boshqa saytga ochiladi, boshqa sayt ochiladi. Xulosa, HTML web dasturlashning eng birinchi bosqichi HTML yordamida sayt tuziladi, matn yoziladi, rasm qo'shiladi, linklar yaratiladi. HTMLni bilgan odam keyinchalik CSS orqali dizayn, JavaScript orqali animatsiya va funksiyalar qo'sha oladi. Muhim, HTML o'rganish qiyin emas, ko'p mashq qilsa qisqa vaqt ichida oddiy saytlar yaratish mumkin. HTML web developer bo'lishdagi birinchi qadam. Xo'sh, bugungi darsimiz tugadi. Sizlar bilan Kodi ustoz dars o'tdi bugungi darsni. Agar keyingi video chiqishini xohlasangiz, ko'proq reaksiya qoldiring. Agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosing. Ko'rishguncha. E'tibor uchun rahmat.